gaplarni unutdingmi? Sen opa, bu qishloqqa janjal chiqaryapti. Zo'rlab kirmoqchi. Ro'yxatdan o'tishga keldim. U chaqiruv qog'ozini yirtib tashladi, narsalarimni tepdi. Ha, yangilar kelibdi-da. Yaxshi. Kattalar sinfida ularni yaxshilab kutib olish kerak. Sen opa, u Lekin qoida o'zgarmaydi. Qaysi biringiz yangini sinovdan o'tkazasiz? sen bor? Yo'q. O'zim boraman. Eshit. Bizni qoidamiz bo'yicha yangi kelganlar oldin bizni sinovimizdan o'tish kerak. Menga qarshi 100 ta zarbaga dosh bersang, yiqilmasang, o'tgan hisoblanasan. Tushundingmi? 10 marta emasmidi? Shunchaki ramziy ma'noda. Lenopa viloyat chempioni-ku. 10 ta zarbada meni ura olmasang, yutqazgan hisoblayver. Lenopa, u sizni mensimayapti. Juda kibrli ekan, adabini berib qo'ying. Yaxshi. Jurating bor ekan. Hozir tiz cho'kib, yalinishingga majbur qilaman. Boshlang. To'xtanglar. Murabbiy, keldingizmi? Markaz qoidasi ruxsatsiz jang qilish taqiqlanadi. Tarqalinglar. Sen meni xonamga yur. Murabbiy, bu uyimizdagi dudlangan go'sht. Bunisi esa o'zimizning tovuq tuxumlari. Maxsus siz uchun olib keldim. Jan, bu sen aytgan iqtidorli qizmi? Guaka, meni didimga ishoning. Seni didingga-ya. Bo'ldi. Uni qayerdan olgan bo'lsang, o'sha yerga qaytarib yubor. Bu qiyinchiliklarga chiday olmaydi. Xiao suymiding? Kel oddiy test o'tkazamiz. Qo'l berib ko'rishchi. Qanday sinov? Kuch sinovi. Mana bu yerga ur. Kel. Lekin... Nima lekin? Jang san'ati bilan shug'ullanadigan odam ham shunaqa ikkilanadimi? Tez bo'l. Murabbiy, himoya kiyimini kiyib olmaysizmi? Meni jarohatlay olmaysan, bo'ldi. Qani bo'shashma, tez bo'l. Aytib qo'yay, agar eng oddiy kuch sinovidan o'ta olmasang, kelgan joyingga qaytib ketasan. Bizning mashg'ulot markazimizga foydasiz odamlar kerak emas. Tez bo'l. Qani? Guaka, voy, bu qiz kuchini nazorat qila olmaydi-da. Mayli, men uni olib ketaman. Nima? Yo'q, murabbiy, meni haydamang. Men albatta tirishib o'qiyman. Kuching chakki emas. Zo'rg'a o'tding. Yotoqxonaga borib joylashishing mumkin. Rahmat murabbiy, rahmat murabbiy. Juda og'riyapti. Oy. Voy, ko'karib ketibdi-ku. Bu qizni kuchi xuddi buqadek ekan. Ey, Jan, uni kuch ishlatish usuli tanish tuyulmadimi? 30 yil oldin jang san'ati olamida Yan oilasi. Siz 30 yil oldin jahon jang san'ati chempioni bo'lgan va keyin g'oyib bo'lgan Yan Vanlini aytyapsizmi? Ha, u yo'qolganidan beri Xitoy jang san'ati olamida hech kim chempion bo'la olmadi. Bu safargi musobaqa bizning Suv shahrida bo'lib o'tadi. Men markazimizdagi yagona yo'llamani unga bermoqchiman. To'g'ri, u mashhur ustozning shogirdi, lekin hali yosh qiz-ku. Bor umidingizni unga tikish juda qaltis ish emasmi? Xavotir olma. Men bor ekanman, uning iqtidorini zoyi ketkazmayman. Mashhur ustozning shogirdi o'sha qishloqdan kelgan no'noqmi? Jahon jang san'ati musobaqasiga faqat bitta yo'llanma bor, u ham bo'lsa Tianopaniki. To'g'ri-da, u endigina keldi. O'zini kim deb o'ylayapti? Eshitishimcha, Murabbiy hamma e'tiborni unga bermoqchi ekan. Yana sen opa, sizni haligi O'zingni o'chir. Murabbiy nima qilishni o'zi biladi. Menga yana bitta qo'shib ber. Yodda tut. Kuchni oshirishning eng yaxshi yo'li o'tirib turish. Samarali bo'lishi uchun 3 soniya ushlab turish kerak. Avval bu qizchani shashtini sindirib qo'yaylik. Agar u ko'tara olsa... Murabbiy, men boshqa chiday olmayman. Hech his yo'q. Sekin asta. Qani? Ovqat yemaganmisan? Qaytada.
Bo'ldi. Bugunga yetarli. Murabbiy, men yana qila olaman. Qanaqasiga qilasan? 40 ta kuch mashqi. Tez bo'l. Yana tepasam, meni o'ldirmoqchimisan? Ay. Mashg'ulot paytida ovqatlanish yaxshi bo'lishi kerak. Bu senga maxsus tayyorlangan ovqat. Rahmat murabbiy. Qurol ishlatishni o'rganmoqchimisan? Qurol bilan jang qilish jang san'ati musobaqasining birinchi bosqichi. Kelayotgan musobaqada sen qatnashasan. Qoch yo'ldan. Nima qilyapsan? Nima qilyapman? O'g'rini tutyapman. Sen opani 2000 puli yo'qolibdi. Sen o'g'irladingmi? Bekor aytibsan. Men bugun kun bo'yi mashg'ulotda Sen edim. qishloqqa mashg'ulot nimaligini qayerdan ham bilasan? Bu murabbiyga suygalganing bilan zo'r bo'lib qolmaysan. Ringga chiqishga jur'at qilsang, seni mayib qilaman. Kim meni narsamga teginishga haddi sig'sa ayab Sen- o'tirmayman. Tozalikni tekshiramiz. Voy, nima bu badbo'y hid? Sen opa, ba'zi qishloqlar tozalikka rioya qilmaydi. Hamma yoqni sasitib yubordi. Unda nima qilib turibsizlar? Siyosiyga yuvinishga yordamlashib yubormaysizmi? Nima? Yana jahling chiqyaptimi? Sen qishloqqa bizlar bilan mashg'ulot o'tashga haqqim bor deb o'ylayapsanmi? Senga aytsam, bu murabbiy shunchaki o'ynashyapti. Jang san'ati musobaqasi yo'llamasini esa tushingda ko'rasan. Bunga loyiq emassan. Esing joydami? Bu meni yotog'im. Sizlardagi bu sassiq hidni ham yuvib tashlash kerak ekan. O'lmoqchimisan? Ha? Nima qilmoqchisan? Kel. Urishamizmi? Ikkalamiz ham haydalamiz. Men tayyorman. Aytib qo'yay, sizlar yeyotgan guruchni qishloq odamlari yetishtirgan. Qishloq odamlari bo'lmaganda sizlar hech kim emasdingiz. Meni haydamoqchimisizlar? Xomtama bo'libsizlar. Men nafaqat yutaman, balki birinchi o'rinni olaman. Jang san'ati musobaqasi yo'llanmasi meniki bo'ladi.